Baquvvat bo'lish kerak. Buning eng samarali yo'li esa Bunga shunchaki qarab tura olmayman. Mana bunda yana ham samarali bo'ladi. Bo'ldi. Qo'l yetar. Xobbin, senga judayam hasad qilaman. Jonli efirni kuzatasanmi? Albatta, rosa qiziqdim. Bugun o'sha kun keldimi? Tayxun bilan urishish kerak bugun. Vaqt juda ham tez o'tib ketdi. Ko'rsatmalarga to'liq amal qildim, lekin uni yenga olarmikinman? Axirgi professional jangchi haqida ketyapti. Ha, buni eplay olaman. Oyoqlarini ishlata olmasa, ustunlik men tarafga o'tadi. Jang manzili uyim yaqinidagi tor ko'chada bo'ladi. To'g'ri, unchalik ham tor emas, lekin mayli shunisi ham bo'laveradi. Chunki bugun jala quyadi. Yer sirpanchiq bo'lsa, Tayxun oyoqlarini ishlata olmaydi. Yo'lda